Assalomu alaykum. Beruniy Nayman YouTube, Instagram kanali obunachilari. Mana bugungi video obzorimiz Xudo xolasa ko'chmas mulkka bag'ishlanadi. Bu ko'chmas mulkimiz adresi Maxtumquli ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 53-maktabning orqa tarafida, bog'chaga yaqin, Orientar Medet ata to'yxonasına dim yaqin. Yerimizga keladigan bo'lsak, 18 sotik yer, ajoyib yer. Mana gujumlar o'sib turibdi. Ayniq tarafında mana taraklar o'sib turibdi. Yoq chetida mana jidalar o'sib turibdi. Mana yig'ilib turgan mana jugarlari var. Mana 3-4 kun bo'lgan ekan, ekkandan yerlarda dim ajoyib. Mana 3-4 kun bo'lgan ekkanda уже chiqib turibdi bari mana. Yoq cheti adri nesi chegarasi mana zavod tarafı. Yoq cheti ana yo'l cheti. Arka tarafı o ana toshqacha. Bu yerga chekkasi mana, bu yerga cheti mana shu salma ana shu joy o'rniga iladi mana. Mana shu Ismoilov iyeni 28 metr ekan, joy o'rnimizning iyeni 28 metr. Mana shu ko'tarilib turgan nesida shularga iladi mana. Ko'tarilib turgan o'rin. Mayli joy soling, mayli boshqa narsa soling. Buyog'i mana yeri bo'ladi buyog'i. Shu mana salmada shu olgan odamga kiradi mana salma. Salmaning mana shundan to'g'risidan mana yer ham iladi. Salmaning to'g'risidan buyog'i. Hurmatli obunachilar, shu tavsiya etaman, dim ajoyib yer ekan. Şu tal terak, gücüm, cide hammasi şu olgan odamga kirib ketadi, xudo xolasa oladi shuni. Shuni egasi bo'ladi da. Ana shu yerdan buyog'ining barini shu olgan odamga xudo xolasa ana shu yerda o'nib o'saman, shu yerda yashayman, gullab yashnayman degan odamga xudo xolasa ana shu yerda tavsiya etamiz. Ajoyib joy o'rin ekan. Shu joy o'rin izlab yurgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz uchun bugungi video obzorimiz shunday edi. Keluraslar bahasına kelsak $12.000 aytibdi. Ustunda kelishamiz deyotir xudo xolasa. Shu yerda ana shunday mana gujumning soyasida yotib choy ichaman deganlar uchun ana shu yerda mana tavsiya etamiz. Hurmatli obunachilar, keluraslar, ko'ruraslar. Ilhomjon degan yigit bilan uchrashasizlar. Nomerini aytib o'taman. 88 kodi bilan 472 91 92 ga telefon qilasizlar. Ilhomjon degan yigit bilan söylashasizlar. Ustunda kelishlar deydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, hammaga sog' bo'ling.